16 yoshga to'lib, mehribonlik uyini bitirib chiqish har kimga har xil ta'sir qiladi. Masalan, juda og'ir bo'ladi. Mehribonlik uyini farzandlari shunaqaki, ular juda ishonuvchan, har xil odamlarni ko'rib moslashmagan-ku. Endi chiqqandan keyin mehribonlik uyidan hech qayerga chiqmaganmiz u. Masalan, kinolarga borganmiz, viloyatlarga borganmiz, hamma joyga olib borishgan bizani o'sha xodimlar nazorati ostida, xavfsizlik xizmatlari nazorati ostida borganmiz, kelganmiz, har doim nazoratda bo'lganmiz. Endi mehribonlik uyini bitirib chiqqandan keyin har xil insonlar uchraydi. Kimdir aldashga harakat qiladi. Mehribonlik uyini bolalari shunaqa samimiy, ishonuvchan bolalar. O'zini eplab ketishi ham qiyin bo'ladi. Endi doimo hamma narsa tayyor qo'yilgandan keyin qaysi tomonga qarab nima qilishini bilmay qoladi-da. Endi bu yo'lda bizani yo'ldan uruvchilar juda ko'payib ketadi. Bizaga past nazarlar bilan qarashadi. Masalan, mehribonlik uyini farzand demaydi-yu, yetim bola sifatida qarashadi. Hamki bizada ham jamiyatga kirib ketish juda qiyin bo'ladi. Bizani ongimizda baribir psixologik turadiki, hozir men borib, mana bu qizlar to'da turgan bo'lsa, hozir borib gapirsam, kamsitib yuborishsa, qo'rqish bo'lib turadi-da, qandaydir qo'rqish bo'lib turadi. O'shanga borib kirishib keta olmaydi.